Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan 2008-yil 4-oyda ikkinchi qitim nashr qilingan yozuvchi Abdulla Talibning biografiyalik romani Qaynam O'rkishi. 7-bob. Qo'sh avatda qo'sh pari. Dal peshim bilan digar araliqida ular bosh agimdan qo'zg'alib qo'sh avatga qarab yo'lga chiqdi. Shoir yo'lda ketib qo'lga daftar bilan qalam oldida Baş Agim daryosining jug'rafiyalik o'rnini sizishga boshladi. Xarita sizilib bo'lgandan keyin daftarning ikkinchi betiga Tahir Zuhra haqida anglagan cho'chak rivoyatlarning mazmunini qisqa qilib xotirladi. Mana bu material shoir Oqsuga birib yozmoqchi bo'lgan Tahir Zuhra operasining qisqa loyihasi edi. Shoir yigit, yana nima yozyapsiz? dedi Harvikesh shoirning bir nima yozayotganini ko'rib. Xiyolimga bir ish kelib, shuni xotir yozib qo'ydim, dedi Lutfullah. Voy voy, palchida dangal to'la shoirda xiyol degan so'z rost ekanda. Rost dedingiz. Men ajoyib xiyollar ichida yashayman, dedi shoir Harvikeshga va so'zini davomlashtirdi. Men yilroq tog' cho'qqisidagi Tahir Zuhra qabrisini ziyorat qilib tushdim. Bu bir cho'ng tarixiy rivoyat. Muhabbat va haqqoniyat yo'lda Tahir mushu daryoda oqqan. Zalim podshoh uni sanduq silib daryoga tashlagan. Tahir muhabbat va adolat uchun nurg'un jafolarga chidab, kurash ilib berib, oxiri yovuzlik ustidan, zalimlar ustidan g'alaba qilgan. Uning kurash ruhi barliq vijdonli kishilar uchun haqiqiy namuna. Men bayotim biri mushu tarixiy voqeani xiyol qilib, uni xotiramga yozib oldim. Yezilib nim qilsiz? Bargan yerimde kitap yazıp çıkıman. Avlatlarımız okuydu. Tiyatr sahnelerinde minglagan kişiler ko'rdi. Tahirdek vafodor bo'lishni, chidamliq bo'lishni, bosh ketsimi zolimlarga qat'iy tiz tutmaydigan irodalik bo'lishni o'rganib oladi. Men hozir xuddi ashu Tahirdek palinib daryo ichida yiqib ketyapman. Tahir mening uchun sharafli namuna, tiz pukush, sharmandilik, mardlik, erkinlikning shon sharfi. Yaraysiz shoir yigit, navatdek so'zlaringizga qoyilman, dedi Qurban qilish ta'sirlanib. Harva kichik davonlardan o'tib tuzlanlikka tushdik. Quyosh yiroqda qad ko'tarib turgan Tangri tog'ining keyniga yo'shirilgan edi. Tangri tog'ining ustidagi shalom bulutlar pastlab ketgan kun nurining aks etishidan qizg'uch bo'lib ko'rinadi. Yarim soatga qolmay bulutlardagi qizg'uch nur yo'qolib, Harva ketayotgan yo'lning yuzini sharqdan yengila ko'tarilayotgan to'lin ayning sho'lisi aniq yoritib turadi. Lekin Qurban qilishning qalbini Lutfullahning "Menmu Tahirdek palinib ketayotman" degan bir jumla so'zi qattiq mujvaldida tegi taktini tushunilish uchun shoirdan "Sizdek bilimli shoirni nimish palishidi?" deb ta'kidlab so'radi. "Zamon nadonning qo'liga qolganda", dedi shoir. Galvanga amroq bo'ladi. Yurt zolimning qo'liga qolganda alvanga amroq bo'ladi. Podshoh sarang bo'lganda yolg'onga amroq bo'ladi. Dunyodagi hamma zolimlar oldi bilan olimga o'chmanlik qiladi. Ilm ahli, vatanparvar kishilarni surgun qiladi, palaydi, zindonga tashlaydi. Lekin suv ketadi, tosh qoladi, o'sma ketadi, qosh qoladi. Zolim tugaydi, zamon qoladi. Haqiqat doim omon qoladi. deb javob berdi Lutfullah Harvikesh do'stiga. Ma'nilik so'zlar, dedi Harvikesh Lutfullahning hikmatlik fikridan ta'sirlangan holda kulib. Hozirgi davrda, dedi shoir yana tushuntirib, barliq chora tadbir va kuch-quvvat ilm ma'rifatning qo'lida bo'ldi. Tadbiring qandoq bo'lsa, taqdiring shundoq bo'ladi. Ilm fandan g'olib turadigan hech qanday kuch yo'q. Bilim zolimning qilichini sundira oladi. Ay tunda kerak, aql kunda degan qadimkilarning so'zi bakmi to'g'ri ekan, dedi Harvikesh. Ular hikoya cho'chak etishib, chaqchaq qilishib, cho'l bayovondagi uzun yo'llar bilinmay qoldi. Harva bargan sari Korla shahriga yaqinlashmoqda edi. Soy to'rg'aylari allaqachon o'z uvularda panoh tepib uyquga ketishgan. Butun zaminni tun pardasi qoplab turadi. Atrof jimjitlik. Ochiq osmondagi to'lin oy o'zining go'zal nuridan yer yuziga davomli yorug'lik berib, tun pardasini yiroqqa suratdi.
Ajab güzel aydın kecha ha, dedi shoir. Suzuk osmonda nur chechib turgan oyga qarab. Qani Qurban aka, ay tunda kerak, naqshingiz kunda. Ay to'g'risidagi naqshlaringizni anglayli. Qurban Qilich shoirning talabiga binoan ayning sha'niga to'qilgan muhabbat qo'shiqlarini Qashqarning muңliq ahangida aytishga boshladi. Osmoningda ay bo'lib jimi olamni tang ko'rsam, piyolangda choy bo'lib lablaringni ko'ydirsam, oqmu aydin kechilar, oppoqmu aydin kechilar, gul bilan rayhon puraydi yayrim yurgan ko'chalar. Aydanda o'rg'an o'rma, etizlarda bog' qoldi, oz kun o'ynab ayrildik, yuraklarda dog' qoldi. Qurban Qilichning tugumas naqshlari xuddi tugmandan tushgan o'gitdek birdammi uzilmaydi. Uning faqat oyni ta'riflagan va oy simvol qilingan naqshi bir necha soat davom qildi. Ular mushundaq 2 kecha kunduz yo'l yurib, bir kuni quyosh tushdan qayrilgan mezgilda Kuchan noyasining sharqidagi go'zal yeza Qo'shavatga berib tushdi. Qo'shavatning shimol tarafi Tangri tig'ining Oqdavan, Qaradavan yo'llari orqali yo'ltuzga o'lishatdi. Janub tarafi bepoyon ekinzorlik orqali takli makonga tutishadi. Lutfulla Qo'shavatga kelgan chog' kuzning eng ma'murlik vaqti bo'lib, qo'g'in tavuz, üzüm şaptul qatarlıq meyveler taza mey bağlab pişip vayıga yetken çağlar idi. Lutfulla bu güzel yezining manzarasini tamasha qilish uchun etiz boylarini aylanib bir buvayning beg'ida mehmon bo'ldi. Buvay uni qizg'in kutib oldi. Ular bog' ichida bir soatcha holmon bo'lishgandan keyin shoir bog'vanga rahmat aytib bog'dan qaytib chiqdi. Lutfulla Qo'shavatning shimolidagi cho'ng o'stani bo'ylab minib cho'ng yo'ldan 1,5 kilometr yiroq joydagi g'oli mukchib ketgan bir cho'ng sugatning ustiga chiqdi va pinhon o'ltirib sugat ustidagi oq qushqashlarning vichirlashiga quloq soldi. Bu qushqashlar yengila o'rib bo'lgan qo'noq engizlardan qo'rsoqlarini to'yg'izib uchib kelib sugatning tallariga qo'nib g'amsiz sayrishayotdi. Qo'rsqini bakrak to'yg'izib olganlari sugatning inchika shahiga maydisini choplab ko'zini ching yumilib o'gdab o'ltiradi. Bir necha o'g'il qizlar ingizliqqa qo'yib bergan mollariga qarag'ach qirning ustida paranglashib o'ltirishadi. Shoir yanchuqidan Urumchida so'ygini so'g'at qilgan yiliqi gul bilan kashlangan oq ipak yog'liqni ilib ochdi. Yo'l ustida hamrohlardan qo'rinib va naqsha hikoyalar bilan band bo'lib, qanqdak o'qiyolmagan bu yurak so'g'isi uzutish xitini butun vujudi bilan zan silib o'qishga boshladi. Bu ig'ir judolik kunlarda mening pok yuragim tortayotgan azobni o'zim bilaman. Bu yil bahorda siz meni sinab ko'rmoqchi bo'lgan ashu oxirgi minutda qalbimni sizga izhor qilganman. U vijdon va'dasi. Men sizni so'yman. Tun qorong'usining yo'qolib, tong nurining yetib kelishiga cho'qim ishinaman. Muhabbat va erkinlikning qalbisiga ishinaman. Men keshlab sizga sovg'a qilgan bir kudlet ma'rifat lirikingiz ipak yog'liq qila emas, balki mening qalbimga keshlaklik. Ashu guhar so'z mening tiltumarim, dil chirg'im. Men u angushtar so'zni yana yostiqimga keshlayman. U bizni va bizning muhabbatimizni mangu bog'lab turadigan rishta. Oxirda sizga oq yo'l tilayman. Lutfulla bu yorqin mazmunli xatni takror 3 qatim o'qib chiqdi. Uningda sevgi muhabbat izhor qilinib qolmay, balki yuksak iroda va g'oya singdirilganligini his qilib cho'nqur ta'sirlandi. Uning yuragida sevgi yolqini gulxandek yenishga boshladi. U xatni o'qib bo'lgandan keyin ipak yog'liqqa kashlangan ma'rifat lirikasiga ko'z tashladi. Ma'rifat izda erinma, sarf etkin kuchingni, bo'yoq bilan bo'yg'icha teshingni, bilim bilan zinnatligin ichingni. Teşekkür, dedi shoir iç-ichidan mamnun bo'lib. Mana bu muhabbat fazilatining namunasi. Sevgi uchun pulni, mansab obro'yni, nadonlikni emas, ilm ma'rifatni shart qilish. Bu nima degan yuksak g'oya? Assalomu alaykum aka. Qishingizga kelganimizga 20 soat bo'ldi. Ya xitingizni o'qib tugalmaysiz, ya bizga qaramaysiz. Mo'xurga chekishga ozroq gazet qog'ozi so'rab kelibdik, dedi. 45da mal beqiyotgan 17-18 yoshlardagi ikki bola. Lutfullaning she'rin xiyollari birdilla uzilib qoldi. Balalar xili burun sugat tuviga kelib,
shoirning o'qiyotgan xatining tugashini kutib turgan edi. Ular ko'nglida bu kishining qo'lida ya gazet yo'q, ya kitob yo'q, nimani shunchalar uzun o'qiydigandu, bir yog'liqqa tikilib ko'zini uzolmaydi deb o'ylashadi. Balalar taqat qilib turolmay oxiri Lutfullaga salom berib, uning o'y xiyolini uzib qo'ygan edi. Va alaykum assalom ukalar, dedi shoir yosh balalarning salamiga salom javob berib. Men sizlarni ko'rmay qilibdiman, apo qilinglar. Lutfulla yanchuqidan bir gazet parchasini chiqarib balalarga berdi va balalar bilan suhbatga tushdi. O'qish yeshidagi balalar tamoq chekmasligi kerak emasmi? Sizlar o'qimamsizlar? Dedi shoir so'z boshlab. Ya, bu yerda maktabmi yo'q? Dedi egiz bo'y, bug'doy o'nglik, shapaq to'ppa kiyib olgan bala. Kucha yaqingo, shu yerga borib o'qisanglar bo'lmasmidi? Balalar javobmi bermadi. Ham tartinib muhirkimi chekelmadi. Sizlar aeroplanni ko'rganmi? Dedi Lutfulla yana ularga savol qo'yib. Ya, otamlar ko'rgan-kan, dedi ikkinchi bala. Biz ko'rmadik. Sizlar mashina ko'rganmi? Mushu yo'lda iylig'a biror qitim konka o'tib ketdi. Shuni ko'rgan, mashina ko'rmadik, dedi yana birinchi bala. Sizlar Iroqdagi urug' tuqqanlaringlar bilan xat aloqa qilsanglar, xatinglarni kimga yozdirsizlar? Kuchog'i berib, otamlar apandi deb yozdirdi, dedi egiz bo'yliq bala. Lutfulla o'zining kichik suhbatdoshlarining talatiga, ularning yengila pasang so'ymisi yeb, shaltoq bo'lib ketgan yuz ko'zlariga qarab, bir pas xiyol surib qoldi. U mushu balalar bilan tang quramliq chog'larida ajal huduqishida nomli filiyatum yozgan. U ana shunda o'smirlik chog'larida dunyo jo'grafiyasini 5 qo'ldek biletdi. Bu balalarchu, men sizlarga, dedi Lutfulla, ozroq so'zligim kelyapti. Bu so'zlarimni sizlar qaytib berib, boshqalarga yetkazib qo'yinglar. Lutfulla balalarning qishiga yaqin kelib turib, osmonda uchadigan aeroplan, yerda tiz mangadigan konka, bularning hammasi o'qishdan keladi. U narsalarni o'qish, bilim yasag'an, o'qimagan kishini qari'u, nadan deb ataydi. Nadanlik bir cho'ng bala. Hamma ishi chala. Nadanlarni alvan yasak basıdı, vurdu, qiynaydı, darg'asidı. Nadanlarning makonini qorong'u g'aflat o'raydi. Uning qinini zulmat cho'raydi, deb so'zlashga boshladi. Balalar shoirning bu so'zlariga hang-tang qilishdi. Söz cümlelerinin ba'zilarini tushunib, ba'zilarini tushunmaydi. Lekin bu yorqin xitoblar har holda ularning yuragida ta'sir qoldirdi. "Xayr, ukalar", dedi shoir o'rnidan turib. "Kech kiray deb qoldi. Biz keyin yana ko'risharmiz." Lutfulla balalar bilan xo'shishmadi. Balalar etizliqdagi qo'ylarining yeniga ketishdi. U bugun qonalg'u bo'ladigan uyga qaytib berib, tamoq yeb uxlab qoldi. Ertasi kun chiqqan mezgilda uzun yo'lda yerib charchaganlikdan erinchaklik bilan o'rinda xiyol surib yotgan edi. Birdanla garmon ovozi anglandi. U birdam yetib turib angladi. Garmonning muңliq ovozi avjiga ko'tarilgan sari yotolmay o'rindan turib ketdi. "Bu kimlardir?" deydi shoir. Kim kechkini kevitib o'z-o'ziga. Davanchingda Qurban qilich bilan uchrashib Urumchiga ketgan hiliqi 2-3 harva Urumchida faqat bir kunla turib Qurban qilichga yetishish uchun yana yo'lga chiqqan edi. O'liklik Darul Muallimin va qizlar gimnaziyasini bitkizib, Qashqar va Yakanga xizmatga taqsim qilingan 10 nafar o'quvchi shu harvada kelyotdi. Qurban qilich Qara shaharda bir kun dam oldi. Kaynidagi harvalar uni qo'g'lab yetishib olmaydi deb Qara shaharda uzun to'xtamagan edi. Bosh agim yenidagi Yalanqirda yetishishga oz qolgan chog'da Tatar qilchilib kelayotgan garmon ovozi ozroqla anglangan. Qurban qilich bosh agimda dam olgan chog'da keyingi harvaydikilar Yalanqirning nerisidagi o'rmonda dam olganlikdan orliq yana uzrab ketgan edi. Tun yerim bo'lganda ularmi qo'shavatga kelib tushdi. Ularning ko'plari shoirni taniydi. Bo'libmi Qashqarga xizmatga mangan 2 nafar tatar qiz Lutfullani obdan biletdi. Lutfulla aldirashlik bilan kiyim kechkini kiydi-da, sahardagi muңliq soz ovoziga maftun bo'lib qoldi. Tatar qiz garmon chilayotgan qo'sh avat ko'riki yenida odamlar to'plashib olgan edi. Lutfulla bargan peti unlik ovoz bilan: "Salom yo'ldoshlar,
G'ayratinglarga barkalla. Shuncha uzun musofirlarni besib kelibmi, yana charchidim demay, tamoqmi sizlarga yetishib olamiz deb to'pichanglarga toza to'yinib oldik, dedi garmonchi qiz. Amdi Bahramon chalmizda sazning muңida qo'shavatliklarmi tamoqsiz qolmasin yana. Lutfullaning chaqchiqiga hammaylar kulishdi. Muzika haqiqatan jalb qiluvchi kuchga ega, dedi shoir yana. Qani amsa, boyqi meni she'rin uyqudan uyg'otayotgan ta'dadan boshlabchilang. Meningmi kechgacha tamoq yemay anglig'im bor. Shoirning bu so'zi garmonchi qizni texmi kuldirib etdi. Tatar qiz chilishqa boshladi. Birdamda qo'shavatning ichi qizg'in kayfiyatga cho'mdi. Birmuncha kishilar garmonchi qizning atrofiga to'plashib olgan edi. Birer soat vaqt o'tgandan keyin qo'shavatliq bir peshqadam bog'van buvay Urumchidan kelganlarni o'zining shaptulliq beg'iga taklif qilib ilib mandi. "Qani, chilavering, garmon o'ynab mangimiz", dedi shoir tatar qizni taklif qilib. "Qo'shavatni bugun texmi avat qilamiz." Ularga nurg'un qo'shavatliq o'g'il qizlar agishib oldi. Lutfulla bilan tatar qizlar tatarcha jirlab bog' atrofini chang keltirib etdi. Bog'van ularni shaptulliq bog'ga boshlab kirdi. "Qani, marhamat, bahuzur inanglar. Bizning bu bog' mushundaq kam. Ota bo'g'larimiz mol samirsa, yog' bo'lur, yer samirsa bog' debdikan. Tartinmanglar", dedi bog'van mehmonlarni taklif qilib. Kang bog'ning atrofi jigda daraxti, ozg'an oq terak bilan to'silgan edi. Bog'da kucha mevalarning hamma xillari yetishtirilgan. Biroq yozliq mevalar tugab qolgan edi. Mehmonlar bog' ichiga yeyilib, may bo'lib pishgan shaptullardan uzib, xalqnicha bahozir yeyishatdi. "O'zingiz nega mandingiz?" so'radi shoir shaptul yegach garmonchi tatar qizdan. "Qashqar shahriga", dedi garmonchi qiz. "Nimishqa? Qizlar gimnaziyasini tugatib, 1 yil uyda xizmat qilib turdim", dedi u yenidagi yana bir tatar qizni ko'rsatib. "Oxiri mushu ikkimizni Qashqarga barsizlar", dedi. "Burun borganmi? Yo'q, Ulanbayning nersiga o'tib boqmagan. Kelmasangiz bo'lmasmidi? Sizmi kelmasangiz bo'lmasmidi?" Chaqchaq bilan qaytirib savol qo'ydi tatar qiz. Lutfulla bir oz jim bo'lib qoldi. Ular yana boshqa bir shaptul tubiga yo'tkaldi. Bu shaptulning mevasi xili ta'mli edi. Bu yerda shaptul yegach ular yana so'zlashdi. "Men palinib kelyapman", dedi shoir. "Mening yo'lim boshqa. Men mo sizga o'xshashlar", dedi tatar qiz va otasining ahvolini tunishtirdi. "Shingistay huquqmushliq ziyolilarni va yurt mo'tvarlarini qamashga boshlaganda otamni muqamab turmada o'ltirib o'tishdi. Shuningdan keyin biz xoinning pushti degan batnam bilan yashadik, xo'rlandik. Keyinroq men bir ta'sirda qizlar gimnaziyasiga o'qishga kirdim. Opammi otamning dardini tortib, alam masrat bilan o'lib ketdi. Bultur o'qish tugatsam menga yanala ishlash fursati berilmaganning ustiga bu yoqqa qo'g'ildi. Boshqa tuqqanlaringiz yo'qmidi? G'uljida G'aynulla Avzi deydigan otamlar bilan Qozon shahrida birga o'qigan shiram tuqqanimiz bor ekan. Men G'uljiga bormagan. U chaqda men kichik edim. Ularni mo toza bilib ketolmayman." Tatar qizning so'zi bilan Lutfullaning xiyol kaptiri birdinla G'uljiga qarab parvoz qildi. Tatar qiz tilga olgan G'aynulla Avzi shoir gimnaziyada o'qiyotgan chig'ida eng yaxshi ko'rgan ustozi edi. Uning xususiy kitobxonasi shoirning bilimini oshirishda cho'ng yordam bergan. Qizi Shavqiya sho'x bilim xumori edi. Uning bilan birlikda shoir nurg'un o'g'il qiz o'smirlarni agashtirib, G'ulja ko'chalarini va Ili daryosi bo'ylarini aylanib tomosha qiladi. "Shaptuldan mavi qo'g'in tatliq, kelinglar", deb chaqirdi iriq to'yda turgan bog'van. U bolalariga chikkilligan shaptul va bir qancha qo'g'inni ko'targizib kelgan edi. Bog'vanning chaqirishi shoirning garmonchi qiz bilan bo'lgan suhbatini vaqtliq uzib qo'ydi. Ular bog'vanning qishiga qaytib keldi. "Ajab chiroyli va yo'g'on qo'g'in ekan", dedi yakanlik o'quvchi Samat. Qo'g'in postining xuddi kechda bosqandek torlishib ketganini ko'rib hayron bo'lib, "Uning chiroyliligi teshida emas, texi ichida", dedi bog'van o'zi yetishtirgan qo'g'indan zo'qlanib. Ular qo'g'in yeyishga boshladi. Bog'van degandek qo'g'inning ta'mi tilni yaratdi. "Nima degan tatliq? Bu qo'g'inning rostilla teshimi, ichimi chiroyli ekan",
dedi yakanlik o'quvchi. Bu yerni shunga qo'shavat deymiz, dedi bog'bon. Bu yezimiz ikki bilakimizning kuchi bilan bog'lar avat, mevlari navat bo'lib yetishdi. Bog'bonning navat so'zini avat so'ziga qofiya qilganligidan Lutfulla va boshqalar xushal bo'lib kulib ketishdi. Lutfulla qo'g'in yigit. Qo'sh avatning suyi nerdan keldi? deb so'radi bog'bondan. Ko'pragi mana mavi ustimizdagi oqtog' orliqidagi oyqumush va o'chkilik degan jilig'idan yiqib keladi, dedi bog'bon. Kucha tarafdan kelmamdi? Kucha tarafdan bu yerga suv yetib kelolmaydi, lekin kuchaning bir qism suyi yana shu yuqoridagi tog'dan keladi. Yanala Tangri tog'ining suvlari ekanda, dedi shoir. Buyuk Tangri tog'ining hayot boyligimizning manbasi ekanligiga yana bir qatim qoyil bo'lib, qo'g'inning shirnisi bilan mehmonlarning qalblari va qo'llari shilimlashib ketgan edi. Mehmonlar yuz qo'lini bog' ichidan eqabatgan eriq suvida yuvib bo'lib, bog'bonga rahmat aytib xo'shlashdi. Ular o'z yotoqlariga berib dam oldi. Lekin tatar qizning ichiga kirib olgan ikki o't uni qattiq azoblaydi. Uning biri yetimlik va surgunlik dardi, yana biri turmush, muhabbat dardi edi. Yana bir qiz garmonchi qizga qaraganda beparvaroq edi. Uning oila ahvoli tuzukroq bo'lib, garmonchi qizdek xo'sh dardlik emas edi. Bugun tushda garmonchi qiz dam olmay Qashqarga berish yo'lidan voz kechish xiyoliga cho'kib ketdi. U Aqsuda qilish ya orqaga yenib ko'chakka ketish ya bu murakkab xiyollarning ba'zilari u qo'sh avatga kelgandan keyin paydo bo'ldi. Ba'zilari xili uzundan beri uningga chirmishib olgan edi. U bugungi tushlik dam olish vaqtida xilidan buyon o'zi o'ylayotgan qiz tartinchoq, yigit g'am yemas, tin iborat ziddiyatni qandoq hal qilish xiyollari bilan band bo'ldi. Tushdan keyin Lutfulla bilan ikki nafar tatar qiz birlikda boshqalarni agashtirmay, shoir tunugun qo'shavatliq ikki bola bilan suhbatlashgan cho'ng sugat tuviga bordi. Garmonchi qiz mushunda xoliroq mundishni kutib turardi. Lutfulla Qashqarni maqtab, oldi bilan qizlarga tasalli berish niyatida bo'ldi. Lekin qizlarmi o'z muddaosini yoshirdi. Biz Aqsuga borsak deyishyapmiz, dedi ikkinchi qiz. Lutfulla mutallibga javob berib, biz so'zidan bu oldi bilan garmonchi qizning fikri ekanligini, u ikkinchi qiz orqali o'zining muddasini shoirga yetkazayotganligini Lutfulla darhol bayqab oldi. Lekin u yanala bilmasga silib, Qashqar eng cho'ng madaniyat markazi, u Aqsudanmi cho'ng, dedi. Aqsunimi go'zal shahar deb anglaymiz. Siz bilan birga ishlasak deymiz, dedi garmonchi qiz. Bu fikringlarni mening hal qilishim. Lutfulla sal o'ylanib qoldi. So'zining oxirini tushirishga o'ng'aysizlanib, boshqacha qo'yishga majbur bo'lib, agar Urumchidagi chig'imizda burunroq o'qishgan bo'lsak, hammasi bir yo'li, dedi. Shoir gapning yerimini yana bo'g'izda yutibdi. Lekin garmonchi qiz Urumchida burunroq degan so'zlarni nishonlab, shoirga mutaljan qari yog'ochligida sodir bo'lgan bir voqeani eslatdi. Urumchida sizga qo'g'ilishib yetkili bo'ladimi? Kitobxonlarimizga sir bo'lib kelayotgan tepishma mana endi yechiladi. Bu yil 4-may kuni Urumchidagi mutaljan qari yog'ochligida Lutfulla mutallib uzun kutgandan keyin orqa tarafdan yoshirin kelib yuziga sovuq suv sepgan va yaqinda shoir surgun bo'lib Aqsuga mangdigan kuni bir to'p o'g'il qizlar orasidan chiqib bir dona gullik kashta yipak yog'liqini shoirning somkasiga asta silib qo'yib, qora ko'ziga laqqa yosh olgan qiz Gulbahor edi. Dal ana shu 4-may kuni shoir bilan Gulbahor qizg'in so'zlashayotgan chog'da bularni ikkinchi bir qora yog'och tuviga taklif qilib kelgan ikki nafar tatar qiz mana hozir Lutfulla bilan mo'lishayotgan garmonchi qiz Zulfiya va uning do'sti Raisa edi. 4-may kuni Zulfiya taklif qilganda Gulbahor o'zira xohlik aytib ketib qolgandan keyin Lutfullami bugun bir og'inam qaraydi deb Zulfiyadan afu so'rab ketib qolgan edi. U buningdan burun Zulfiya bilan ayrim so'rinlarda uchrashgan va uning garmon chilish mahoratini yuqori baholagan chog'larmi bo'lgan. Zulfiya oq yuzli, ikki mangzi xuddi anardek qizil, jup ko'zi sal havorang, nipis kalpuk, o'ymoq eg'iz,
qisqa bir jup o'rma chechi dumbisiga salla tushib turadigan o'ttir bo'y o'moq qiz edi. Biroq ular 4-maydin burun yurak sirlarini berishmagan. 4-maydan keyin Zulfiya shoirdan bir oz ranjib qolgan edi. Uning ranjishi shu kundagi o'ltirishga shoirning qatnashmaganligida edi. Keyin har ikkisining janubga, biri Aqsuga, biri Qashqarga surgun bo'lishi birer yil burun hech qaysisining uxlasa tushigimi kirmaydi. Taqdir hozir bularni Qo'shovatda surgun safarda ko'rishtirib qo'yatdi. Shuning bilan sugat tuvedagi bu muңdishish hozir intayin sirliq va komediyalik bir bosqichga berib taqalmoqda edi. So'z tepilganda yor yo'q, yor tepilganda so'z debdikan qadimkilar. Ba'zi gumonlarimizni ertigacha yishayli, dedi shoir Zulfiyaning hayojonini besish uchun. Ular parangini boshqa chaqchaq va o'qish davridagi kechirmishlariga yo'tkidi. Kech kirishga yaqin ular yana xushal xuram qaytib kelishdi. Bugun kecha Lutfulla va Zulfiya har ikkisiga intayin qiyin va azobli kecha bo'ldi. Agar Gulbahardan burun Zulfiya bilan va'dalashgan bo'lsam, dedi shoir zodila uxlay olmay. Xiyollar qaynamaga cho'mib, u chaqda Zulfiya bilan Urumchida bir yo'lda hal qilib, yo'lga chiqsam yo'lliq bo'ladi. Lekin Zulfiya bilan bundaq va'dimiz yo'q. Gulbahar bilan bo'lsa, bu va'dini buzish mening uchun vafosizlik bo'lmasmi? Uni Zulfiyaga qanday tushuntirishim kerak? Gulbaharning sovg'ati, xat, ipak yog'liq. Buni Zulfiyaga ko'rsatmasam, u ishonmaydi. Ko'rsatsam ranjiydi. Buni qanday qilishim kerak? Muhabbat va'dasini buzish dunyoda eng cho'ng vafosizlik, eng zo'r jinoyat. Bosh agim daryosida oylab surgun azobi bilan eqib, Rum qizi Qunduzchoch kumush oy tarafidan qutuldirib Tahirga qutuldirib olg'uchi muhabbat shartini qo'yganda Tahirning Zuhra bilan vafo va'dasini bilgandan keyin kumush oy mardonalik bilan Tahirni Zuhraga o'tinib yo'lga silib qo'ygan olijanobliqni Zulfiyaga qanday tushuntirishim kerak? Mening uchun Gulbaharningmi, Zulfiyaningmi bir-biridan qilishquchilik yo'q. Har ikkisila go'zal pariga o'xshash, faqat va'da masalasi. Mushu xil xiyollar uning qalbini chermib oldi. U bir kecha uxlay olmay qiynaldi. Bu ishda u Daqiyanus Xoni Arslanxon Begu bilan nikohlangan yo'lini tutish mumkinmi? Askar Rum rivoyatlaridagi bag'rash bo'yiga joylashgan bir qadimiy davlatning nomi. Kumush oy Rum xonining qizi Tahirga ko'yib qolgan, keyin Zuhra bilan va'dasi borligini bilib, Tahirni yo'lga silib atgan. Daqiyanus Turpan o'ymonliqidagi qadimki Idiqut poytaxti Qo'chuni xalq Daqiyanus deb atashadi. Arslanxon 13-asrdagi Qo'ju xoni Oltin Begu Chingiz xonning kenji qizi. 1211-yili Arslanxon Chingiz xonning oldiga borganda Oltin Beguni xonishlikka bergan. Lekin Arslanxonning yana boshqa xonishlari bor edi. Biroq siyosiy surgun bo'lib kelayotgan Zulfiyaning rayiga boqmasa, uning g'amkin dilini aymasa, albatta nomardlik bo'ladi. Lutfulla bu kechani mushundaq azoblab o'tkazdi. Bu kecha u oz uxlaganiga qaramay, ertasi yanala o'rindan intayin sahar turib ketdi. U so'mkasini ko'tarib olib, kun chiqishdan burun heliqi qadinas dumchak sugatlikning yeni qishiga bordi. So'mkasidan cho'ng oq qog'oz va rangli qarindoshlarini oldida rassomlik mahoratini javlon qilib, parallel chiziq bo'yicha o'ng tarafga Gulbaharning, so'l tarafga Zulfiyaning rasmini chizib chiqdi. Orqadan inchikilab rang berdi. Go'zallikda qosh qapiqi, burun, ko'z, bosh, choch, ikki mag'zi, bo'y turqi, kulimsirab qarab turishlari har ikkisila bir-biridan qilishmaydigan, ko'ngilni maftun qilg'ichi qo'sh parilarga o'xshaydi. Rasmning usti tarafiga qo'sh pari degan cho'ng rangli o'sna xatni yozib, ondan har bir rasmning ostiga yana go'zal Gulbahar, go'zal Zulfiya degan cho'ng rangli xatni yozib qo'ydi va ikki rasmning ostiga tuvandagi bir kuplet she'rni yozib, qo'sh parilarning husn jamoliga uzungacha tikilib turdi. Orqadan she'rni unlik o'qidi. Qo'sh avvatda qo'sh pari qilishmaydi hech biri, ikkilisi go'zal oy, oydin go'zal tasviri. Bosh agim tarafdan kelayotgan mayin shamol shoirning yuziga urilib turadi. Baldur sarg'ishga boshlagan yo'pirmoqlar yerga shildirlab to'kiladi. Tahir Zuhra qabrisi
qad ko'tarib turgan cho'qidan qip-qizil quyosh allaqachon ko'tarilib, uning nurlari Qo'shavatning go'zal yezalarini chaqintirayotgan edi. Balalar qo'tandan haydab chiqib, yengizliqqa qo'yib bergan qo'y qo'zilar marshatdi va yengizliqda qayg'itib sekirshatdi. Shoir o'z ijodiyatining muvaffaqiyatiga mamnun bo'lib, o'rnidan turdida tez qadam tashlab yotoqqa qaytib keldi. Atiganlik tamoqni yeb bo'lgandan keyin Qurban qilishdan bugun oqshom yo'lga chiqadigan xabarni angladi. Lekin yakan Qashqarga mangadigan harbilar bo'lsa, yana bir kun turib mangmoqchi bo'lishdi. Lutfulla somkasini ilib Zulfiya tushgan yotoqqa kirdi. Zulfiya bilan Raisa uni samimiy kutib oldi. Biroq Zulfiya uyqusizlikdan bo'lsa kerak, ko'zlari ishib qolgandek ko'rinadi. Ular birdan mungdashgandan keyin biz bugun oqshom mangdikanmiz, dedi shoir. Lekin sizlar yana bir kun turdikansizlar. Biz yana qo'g'lab yecholmaydikanmiz-da, dedi Zulfiya sugat tuydiki so'zni yana eslatib. Yo'q, bizning ko'rish fursatimiz doim bo'lib turdi. Lutfulla somkasidan atigan sizgan rasmni ilib Zulfiyaga sovg'a qildi. Zulfiya bilan Raisa rasmga sinchilab qarashdi. Voy, ajab o'qitibsiz, dedi Raisa rasmni maqtab. Lekin Zulfiya Gulbaharning rasmini ko'rib, shu an ulug' kichik tindi. U Gulbaharni tonaydi. 4-may kuni mutaljan qor yog'ishligida Lutfulla bilan ikkisining qiziq monishib turganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan edi. Hozir bu qo'sh rasmdan shoirning Gulbahar bilan va'dalashib qo'yganligiga gumon qolmadi. Hammani tushundim, dedi intayin ta'sir bilan zehni o'tkir Zulfiya. Mening rasmimni e'tibor bilan sizganligingizga rahmat. Mening amdi sizdan og'rinishga haqqim yo'q. Lutfulla Zulfiyaning bu so'zlarini anglab, ishning o'ngishli hal bo'lganidan ichida xushal bo'lib turardi. Zulfiya darhol Raisa qiziqib ko'rayotgan qo'sh pari rasmini qo'lga oldi-da, Lutfulla rasmning tagiga yozib qo'ygan bir kuplet she'rni yana bir qatim o'qib chiqdi va ozroq o'ylanib turib olgandan keyin Lutfullaning she'riga yondosh qilib turib, tuvandagi javob qo'shiqini yozib qo'ydi. Oyni osmonda desam, oy qoshida oy bor ekan, yarni men yolg'iz desam, yar qoshida yar bor ekan. 8-bob. Bo'z to'rg'ay hikoyalari. Havadagi bo'z to'rg'ay sayrimisang nim bo'lg'ay, kichikkina jinimni qiynimsang nim bo'lg'ay. Xalq qo'shiqi. Lutfulla sizgan qo'sh pari rasmining tagiga Zulfiya tarafidan yozilgan javob qo'shiq Raisani shundoq kuldiribdiki, uning uchi uzilib ketishga tasliq qoldi. Zulfiya mo joyida keltirib oldim deb xushal bo'lib qalbidagi pig'oni birdilla tarqilib ketgandek o'zini yenik his qildi. Lutfulla bo'lsa qo'sh pari masalasini o'ngishli hal qilganidan xursand bo'ldi. Bo'sh kelmadingiz, dedi shoir. Raisani kulkisining pasayishiga ulgurtibla Zulfiya qartib. Hey yomon qiz, hey. Siz arvaga chiqqanda texi davoldan gaplarim bor, dedi Zulfiya chaqqonlik bilan va Raisaga ko'z qisib qo'ydi. Lutfulla bu ko'z qisish harakatini sizib oldi-da, tatliq so'zlaringiz qancha bo'lsa, shuncha anlig'im bor, deb gapni chaqchaqqa yo'tkidi. Do'stimning sen digini, siz digini deb qabul qilsangiz bo'laverdi, dedi Zulfiya. Asalning ochiqi bor, lozim tatliqi. Bir ozdan keyin Lutfulla qizlar bilan xo'shlashdi-da, Qashqar yakanga ketayotgan o'g'il-qiz o'quvchilarning yotqiga bordi. Lutfulla bu o'quvchilar bilan suhbatlashganda ularni ma'rif xizmati bilan shug'ullanishga dalolat qiladi. Bugunmi u shu haqda so'zlashdi. Meningcha, dedi Lutfulla, hozir birla ulug' xizmat bor. U bo'lsa ma'rifchilik, muallimlik, bilimlik al g'imida, nadon gal g'imida degan gap bor. Uni esimizdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Shoir qo'shishib sirtqa chiqqanda yakanlik yigitlardan Samat uning kaynidan chiqib, sizga deydigan bir og'iz so'zim bor edi, deb Lutfullaning qulqiga pichirildi. Lutfulla to'xtab yakanlik yigitning og'ziga talmurdi. Qadimkilar gul chig'inda gul qiz, qirg'anda g'it qiz debdikan. Meningcha bo'lsa Zulfiyani oqsuga birgila, dedi yigit. Yakanlik yigit shunchilikla daritmilab so'zini to'xtatib oldi. Lutfulla yigitning so'zini anglab, qaqoqlab kulib ketdi. Bu ishning chigishligidan yakanlik yigit xabarsiz edi. Uning ustiga chigishlik texi yilila o'ngshalgan edi.
Lutfulla yakanlik aqko'ngil do'stiga boshqacharak tarzda: "Menga omad qo'sh kelyapti do'stim. Ikki go'zal pari mening ikki bilakimni mahkam tutmoqda. Ilohiy eroshning g'amxo'rligidan minnatdorman. Biroq meningda bir g'oya, pitofi g'oyasi bor. Bu ishlarga ko'ngil bo'lganingizga rahmat. Lekin menga hozircha tanholik muhim", dedi. Yakanlik yigit Samat o'z fikri ustida qayta ig'iz ochmadi. U Lutfullaning ma'nilik so'zlaridan huzurlanganicha izida turib qoldi. Lutfulla yakanlik yigit bilan samimiy xo'shashib, allaqachon minishga tayyor bo'lib turib qolgan harva qishiga keldi. Dal peshin vaqtida shoir Lutfulla ko'rik ustida to'plashib olgan qo'shavatlarga salom berib, bu yerdan qo'zg'alib ayrildi. To'pning ichida turgan Zulfiyaning ko'ngli buzilgan edi. U hech kimga qaramay chaqqonlik bilan yotqiga kirib oldi. Uning ko'z yoshlari qip-qizil mang'izdan serilib tushadi. U ko'ngning ustiga o'zini tashladi. Yana to'lg'inib yotolmay qoldi-da, asta o'rnidan turib, yuzidagi yosh tomchilarini qo'lyog'liqida eritdi. Orqadan Lutfullaga sovg'atlik uchun yezib tayyorlagan qo'shiqini ko'zdan ko'chirib chiqdi. U bu qo'shiqlarini nomus kuchidan shoirga berolmagan edi. U o'zi yozgan bu muhabbat qo'shiqlaridan ko'zini uzmay xiyol surib turganda Raisaning yotoqqa yugurib kirishi uning shirin xiyolini uzib, "Qara, qo'shavatning qo'shalmasi", dedi Raisa ko'tirib kirgan bir jup olmini Zulfiyaga ko'rsatib. "Tut, mana beresining, beremining, saqlab yeymiz", deb qo'ydi. Raisa eshikdan kiribla Zulfiyaning qog'oz tutib xiyol ichida o'ltirganligini sezib oldi. U qog'ozdagi qo'shiqdan xabardor edi. "Qo'shiqni bermadingmi?" "Yo'q, uni ranjitmay dedim." "Bo'pti, mardlik degan ana shu. Qo'shiqni garmon ohangi silib, o'zimiz ko'nglimizni ochimiz. Qani, o'zing bir o'qig'ina anglab boqay." Zulfiya qo'shiqni Raisaga sunib, "Sen o'qi", dedi. "O'zing o'qi", dedi Raisa qo'shiqni ati Zulfiyaga yondirib berib. "Sen o'qisang boshqacha anglandi." Zulfiya qo'shiqni asta va yiqimli qilib o'qishga boshladi. "Ketkining qildi alam, amdi yiroq yo'l orisi, kattag'u sening bilan bu yurakning tarisi." Qo'shavatki komediyalik hayot ana shunda oxirlashdi. Yo'q, u tehi buning bilan oxirlashmaydi. Qurbon Qilich Harvusni kechicha haydab minib, atsi kun chiqqanda Kucha shahrining g'arbiy janubidagi Po'lat Shangyo'ning sariyiga berib tushdi. Bu yerni kishilar Do'ngmazar mahallasi deb atashadi. Bu joy shaharning ovat ko'chalaridan chetrak edi. Lutfullaning qo'shavatdan kelayotganini anglab, Do'ngmazarda uni kutib turgan ustozi Abdulla Davud paydo bo'ldi-da, u Lutfulla bilan quchoqlashib ko'rishdi. Abdulla Davud bundan yarim yilcha burun Urumchidan surgun bo'lib, boy va kuchada taqib ostida hayot kechirdi. Bu qitim tuqqan yo'qlash uchun kuchaga kelib, yana boyga qaytib ketishga harva izlab yuradi. Lutfulla o'lkilik Darul Mualliminda o'ziga tarix darsi bergan bu ustozni Turdi Husayun va Qurbon Qilichga tanishtirdi. Abdulla Davud ular bilan qizg'in paranglashib, oxirida "Biz sizlarni kutib turdik. Bugun bir kun dam elib, degan yo'lga chiqsak, meni mo boygacha elib olsanglar, bugun kuchaning bir qism ziyolilar bilan Shamalbog'da saqlab turmoqchi." Ular Lutfullaning kelishiga taqozo bo'lib turgan, dedi. "Bo'ladi", dedi Qurbon Qilich qizg'inlik bilan Abdulla Davudning fikriga qo'shilib. "Men ot harvuga qarab turay. Sizlar berib kechtirib kelsanglarmi bo'ldi." Abdulla Davud xushal bo'lib Lutfulla bilan naborchikni boshlab shahar ichiga qarab mandi. Ular qo'l hunarvanlar bozorini ko'rib bo'lgandan keyin udul cho'ng ko'rik bo'ydagi cho'loq tunganning oshxonasiga kirib g'izolandi. Ular oshxonaning bir bo'lagida xoli o'ltirishib, Qarashahar daryosi bo'ydagi Ijiltal yinida Munirdin bilan bo'lgan inqilobiy suhbatni eslashdi. Abdulla Davud hayajonlanib turib, "Men chin yuragimdan qo'llayman. Kurash bizning chiqish yo'limiz. Biz birlikda kurash qilaylik", dedi. Ular suhbatini vaqt oyoqlashtirib, oshxonadan chiqib ketishdi. Lutfulla kuchaning cho'ng ko'ragiga nazar tashlab, "Bu ko'rak qachon yasalganligini bilamsiz?" deb ustozdan so'radi. "Bilaman. Buni butun kucha xalqi biladi. Bu ko'rak 1939-yili Lenjilu tarafidan yasalgan. Ko'rak bitganda dag'dug'liq tabriklash yig'ini to'lib, naqsha usul
Nağım nava bilan bütün şəhər içi xuşalliq dengizə cho'mgan edi. Xalqparvar, inqilobchi peshqadamlarning mangan yo'li boshqacha-da. Bugungi kundagi zolimlarning yurgizgan usuli buni aksicha bo'lyotidi, dedi Lutfullah Abdulla Davudning so'zidan keyin. Ular bir besib, ikki besib soy bo'ylab Shamolbog'ga yetib bordi. Shamolbog'da ularni kutib turgan bir turkum yoshlar chilishayotgan muzikasini to'xtatib qo'yib, yugurishib kelib Lutfullah bilan Abdulla Davudni qorshib oldi. Arqadan sahibxona yigitlar mehmonlarni dasturxonga boshladi. Lutfullah kucha yoshlari bilan qizg'in parangga tushib ketdi. Sizlarda hozir drama teatr ishlari qandoq ketyotidi? 2 yillar burun teatr sahnalarimizda Samsaq akan qaynaydi, Chimengul, Kurash qizi, Borandin, keyingi Oftob qatorliq sahna asarlari o'ynalib turadi. Hozir bo'lsa yangi asar yozadigan dramaturg yo'q. Teatr ishlarimiz to'xtab qolyotdi. Uning ustiga mutaassib kuchlar hatto Chimengul va Samsaq akan qaynaydi dramalarni o'ynashga qarshi turyotdi, deb javob berdi bir teatr havaskori shoirning savoliga. Darvaqa shundoq, dedi Abdulla Davud so'z qistirib. Mutaassib kuchlar davr chaqini orqa burmoqchi. Yo'q, burayolmaydi. Nadonlik va mutaassiblikning tanglimisi halok bo'lish. Lutfullahning amgak mevasi Chimengul, Samsaq akan qaynaydi qatorliq dramalar ana shu nadonlik va mutaassiblikka qarshi o'q otgan. Biz gizi kelganda Tömür Harvikashga yangicha qamchi tutqizib, barliq mutaassiblarni qamchilishimiz mumkin. Ustozimning fikriga to'liq qo'shilaman, dedi Lutfullah sahibxona va yigitlarga qarab. Men Aqsuq birpla bir qancha opera, drama ishlash qo'ydi bo'lyapman. Biz o'zaro ko'rishib turimiz va bir-birimizga yaqindan yorulak bo'lamiz. Jur'at bo'lsaqla egiz cho'qilardan halqib keta olamiz. Xushchaqchaq qiziq suhbat va soz naqsha bir qancha soat davom qilgandan keyin ular xo'shlashdi. Safar yana davom qildi. Tongla kechasi tong suzilgan chog'larda ular Qizilning davoniga yetib bordi. Bu Lutfullah halqib kelayotgan eng oxirgi davon edi. Qurban qilich Harvodin otlarini chiqarib bo'g'iz berishga boshladi. Lutfullah Abdulla Davud turdi Hüseyin Harvodin tushib atrofni kuzatdi. Kun chiqish oldida davon ustida so'g'ib odamning badaniga yangnidek sanchilatdi. Ular davon ustidagi tuzlang sayda yugurishib, to'nglashning oldini oladi. Kuchaning qutlug' o'rida tarafidan ko'ringan qizil shafaq quyoshning sharqdan ko'tarilayotganligidan belgi berdi. Tong suzilish bilan muz davonning egiz qor qatlami xuddi oq libos kiyib olgan bo'vaydek aniq ko'rinishga boshladi. Janub tarafda bo'lsa Qizil daryosi bo'yidagi ming uy tog'lari qad ko'tarib turadi. Bu nima degan xush ovoz jonivor a? Dedi shoir. U xuddi ili to'rg'aylari o'xshash mungluq sayraydi-ku. Quyosh ikki quloch o'rlagan mahallada Harva Qizilga qarab qo'zg'algan edi. Lutfullah davon atrofini kuzatgach, bepoyon sayliqda sayrab uchishib yurgan bo'z to'rg'aylarning mungluq ovoziga quloq soladi. Bu chog'da uning qalbida yangi shoirona ilhom qo'zg'alishga boshladi. Shunga Harvaga chiqqandan keyin tarixchi ustozni so'zga silish uchun uningga yuqorqi savolni tashlab qo'yib jim bo'lib oldi. Aha, tarixchi Abdulla Davud kulib ketdi. Sizning maktabdagi mijozing ilmi bor ekan. Maktabdami mushunda qiziq savol so'rab turading? Tarixchi bir oz o'ylab olgandan keyin yana so'zini davomlashtirdi. Aslida ili to'rg'aylari bilan sayram to'rg'aylari qon qarindoshlar. Shunga sayrashtirma o'xshaydi-da. Butun zehni bilan parangga quloq silayotgan Qurban qilich tarixchining yuqorqi so'zlarini ichida bir qitim takrorlab bilib, "Xo'sh, qani apandim, gapning oyig'i bu to'rg'aylar ilidan qachonroq bu tarafga uchib o'tgan?" deb so'radi. Harvikashning savoli tarixchini yana kuldiribdi. U kulgisini to'xtatgandan keyin javob berishga boshladi. To'rg'aylarning tarixi bir muhabbat tarixi bilan munosabatlik. Ularning mushu joydan qafasga silinib, tog' orqasiga aktilganligi to'g'risida tarixiy rivoyat bor. Bir chaqlarda yana ular qafas bilan qaytarilgan. Ularning jini chidamliq, muzdavon va talamatning 50 graduslik qahrdan sovuqida chiniqqan. Uning mungluq sayrishi qafas ko'rganligidan kimki balo chekmidi oshiq emas,
Bulbul şudur ki asr qafas. Man bu nazm bekar chiqqan emas. Qurban qilish tarixchining so'zlariga bargancha qiziqishga boshladi. Uning ig'izidan yana qandaq hikmat tamarkin deb berilib zan qo'yatdi. Ani qaranglar, muzdavanning ostiga, dedi Abdulla Davud qo'li bilan muzdavan tarafni ishorat qilib. Ana shu yerdan eqib tushadigan Muzat daryosi Sayram va Qizil Bo'stonligidan o'tib, janub tarafga mashhur Ming'o'y tog'larini yuyib, oxiri Taklimoqonga ketadi. Men Ming'o'yni tekshirib, tarix o'rganish orzuim bilan 2 qatim piyoda bordim. U yerda Uyg'ur xalqining madaniyat jahiri bor. Tarixiy rivoyatga qaraganda bu Ming'o'yni Ko'san qadimgi kucha. Podshohining qizi Sheringa oshiq bo'lib qolgan mushu sayramliq kambag'al yigit Farad yozgan ekan. Podshoh qizini Faradga berishda Ming'o'y qizishni shart qilibdi. Oshiq yigit bu shartni ma'qul ko'rib, Ming'o'yni qizishga boshlab 999 uyni qazg'anchig'ida mag'durdan ketibdi. Sherin anglab kelib, oshiqini quchoqlab, 3 kunduz zar-zar yig'lab oshiqi bilan billa o'libdi. Podshohning qasr ayvonlarida qafasda beqilayotgan bo'z to'rg'aylarmi mo'nglarini to'kib sayrashga boshlabdi. Podshoh shu chog'da shikarda ekan. Qizi Sherinning holidan xabar topgandan keyin shohliq to'nlarini yirtib tashlab, qullarini va qafasdagi to'rg'aylarni ozod qilibdi. Shuningdan boshlab bu to'rg'aylar oshiq mashqlar dardida hasrat chekib, har kuni tong saharda o'rinlaridan turib, ko'l jazirlarda mo'ngluq sayrashib yuribdi. Bugun davan ustida anglagan to'rg'ay ovozi ana shu tarixdagi to'rg'aylar avlodining mo'ngluq ovozi. Qurban qilish rivoyat anglashga butun zehni bilan berilib ketib, harvasining patqoqliq katanga kirib ketganini tuymayli qoldi. Harva o'rnib ketishga tasdiq qolgan edi. Apla söz qizayotganda qarang, avi kilishmaslikni, dedi Harvakash va darhol tarixchiga murojaat qilib, "Afandim, ayg'ini anglaymiz. Sözlerini qaçırıp qo'ymay tursizlar. Belli Qurban aka, hushingizni yo'qotib qo'yib, Harvini o'rgatman yana", dedi. Harva katanga tushib ketganda, silkinib cho'chib ketgan kam so'zlik naborchik turdi o'zgun. "Voy, texi menmi bardanga? Uyqungiz echildimi? Qo'rqmang. Ne davanlarni eshib salomat keldik. Tüptüz yerdagi katanda nima bo'latdingiz?" Qurban qilib bir tarafdan chaqchaq qilib, yana bir tarafdan Harva chaqini katandan chiqarish bilan avara edi. Hammaylar Harvadan tushib chaqni ittardi. Yana bo'lmadi. "Ot tarsa ig'il yaxshi, patqoqqa shig'il debdikan. Bu patqoqqa shig'ildan boshqa bekor", dedi shoir. Shu an Harvakashdan bir tag'ar elib shig'ilga mandi. Yerim 2 tag'ar shig'il to'kkandan keyin Harva patqoqdan chiqib ketdi. "Aql yoshda emas, boshda" degan rostda, shig'il to'kmasak kechgacha avar bo'latdiq, dedi Harvakash xushalligida shoirga minnatdorlik bildirib. Katangdan Harvani chiqarib, otlarni bir oz dam oldirgandan keyin ular yana yurib ketdi. "Qani afandim, rivoyatning oyig'i", dedi Harvakash. Ko'san elining shimol tarafidagi yulduzda Hunlarning Zabindir qabilasi hokimiyat turgan chog'larda kucha bilan zabindirliklar talamat davini orqali berish kelish va qudubajlik qilishdi ekan. Har ikki elning xalqlari san'atga mohir bo'lib, o'z orasida pat-patla musiqa musobaqasi bo'lib turdi ekan. O'zaro to'ylashganda malikalar va kinezaklarga qo'shib mal-bisot, chorvalarni mangdirishdan boshqa yana necha yuz qafasda beqilgan xush ovozli to'rg'aylarni birga mangdirdi ekan. İli tarafdagi to'rg'aylarmi talamat davin orqali kucha sayramlarga keltirilgan necha ming tuyoq mallarga qo'shilib bu yoqqa o'tib turgan ekan. Shunday qilib qarindosh xalqlarning to'rg'aylarimi bir urug'dosh ekanligi to'g'risida ana shunday tarixiy rivoyat davom qilib kelmoqda. Bu qarindoshlik shu uzun tarixdan beri o'zligini yo'q, deb tarixchi so'zni davomlashtirdi. Tarixchining so'zi texi oxirlashmagan edi. Harva Sayram Qizilning bozorga yetib keldi. Ular bu yerda bir necha soat dam oldi. Kun tushdan egilgandan keyin safar yana davom qildi. So'z temisini naborchik turdi o'zin chaqchaq aralashtirib boshqa bir mazmunga yo'tkidi. "Qurban akam, yili Sayram bozorda qaytiq ichkili bo'lmadi. Biz bir cho'nchinidan ichib huzur qilishdik. Sayramning qaytiqiga gumoni bo'lg'achqa ichmidimkin degan xiyollardaman. Qandoq deysiz Qurban aka?" Naborchikning so'zi hammaylarni kuldiribdi. Bo'libmi o'zi boyliq bo'lgan tarixchi texmi qaqoqlab kulib ketdi. "Rost deysiz uka,
qetiqini ichgan qutulib, tavuqini yalgan tutulibdi debdikan. Qetiqini ichgandan keyin oshqozoningizdan hargiz gumonlanmang, dedi Harvikesh. Ular shuning bilan uzun kulishdi, o'zaro shanxu qilishdi. Lekin Sayram qetiqi voqeasi bir tarixiy voqea bilan munosabatlik edi. Qetiq fojiasini tarixchi Abdulla Davud yana oxiri o'zi yechib berdi. O'tgan asrning 65-yillari badavlat qo'shinlari kucha xalq qo'zg'olonchilari bilan mushu yerda tutishdi. Yaqub Begning bir askari Sayramliq bir mo'mayning qetiqini haqsiz ichib olganda mo'may arz qilibdi. Askar Yaqub Begga iqror bo'lmabdi. Yaqub Beg oxiri askarning qo'rsiqini yerishga buyruq beribdi. Yilil ichgan qetiq askarning qo'rsiqidan oppoq beti eqib tushibdi. Mo'mayning digini rost bo'lib, uni rozi qilib yondiribdi. Lekin askar boshliqi voqeaning yana sodir bo'lib, oxiri o'zi jazolanib qilishdan ansirab askarlarga bu yerning qetiqida gumon bor, ichmanglar deb yolg'on so'z ko'chak tarqatdi. Ig'voning paydo bo'lishi mana shunday kelib chiqqan. Bu voqea to'g'riliq mushu Sayramdan chiqqan atoqli tarixshunos Molla Musa Sayrami o'z zamonasida Sayramliq al-og'inlari o'rtasida tuvandagi bir kuplet nazmini o'qib bergan ekan. Onaning sutidan qaymoq ichib farzandi zo'qlandi. Sutini ichib ichdi-yu 100 o'ridi, taqdiri po'qlandi. Harvikesh muxorga o'ridi. U xilidan buyon so'zlanayotgan hikoyalarni ichida boshdan oyoq bir qitim eslab chiqdi. Ota bovlar usta bar yerda qo'lin tart, molla bar yerda tilin tart debdikan. Dedi Harvikesh ta'sirlanib. Men bugun nurg'un bilimga ega bo'ldim. Bo'libmi, Bo'z To'rg'ay to'g'risidagi bilim meni hayron qoldirdi. Sayramning to'rg'aydan bir jup akatkum kelyotdi. Bulbul bilan to'rg'ay hamma joyda tepiladi, lekin qizil gulning tikini bor, chiroyliqning sapkuni degandek bulbul to'rg'ay bar yerda qağa qo'zg'ilma bo'ladi, dedi tarixchi javoban. Boy shahri yaqinlashgan sari gap eshib qolmaskan deb ansirab turgan Harvikesh otning chulurini tortib mengishni aslatdi. U so'z ko'chilab tarixchini bekor qo'ymaslikka tirishatdi. Abdulla Davud erinmasdan so'zlab ma'atdi. Buningga tarixiy misollar nihoyat ko'p, dedi tarixchi yuqoridagi tamsilni isbotlab. Seyit Yekimbek va Vushan Guylar ana shularning tipi. Lekin tarix hamisha komediya va tragediya bilan takrorlanib maqdi. Bu haqda xalqning oddiy va teran ma'nilik maqol tamsillari bor. Har kim qilar o'ziga, qora surtar yuziga, ustun beqib tukursa yelib tushar o'ziga. O'tgan zamonda bir tarixchi zaman komediyalarini xulosa qilib, mundaq bir nazmini qoldirib ketgan ekan. Sening eting semiz egri guhar, mag'rur bo'lma uningga aqling bo'lsa gar. Bugun sunsa piyola, ata ko'zga kelar. Bu Shanguy, Yaqub Beg tragediyalari jahon komediyalarining ashundaq misollarga kiradi. Kun petishqa oz qolganda Harva bayning shahri ichiga kirdi. Abdulla Davud mehmonlarni uyiga boshlab, sizlar amdi bugun mening mehmonim, lekin sizlarga paqlan so'yib berman. Hargiz qatiq ichkizmayman. Xotirjam bo'linglar, dedi. Tarixchining chaqchiqi hammalarni tangla kuldirib o'tdi. 7 va 8 bob tugidi.